Открой. Ага. Макой. Не хотела бы ты мучилась еще, ага. Открой. Tibbiy va dunyoviy ilmi yo'q ota-onalar bolalarini ilgariga olib borishadi va ilgarilar sizlarni soddaliginglardan foydalanib pulinglarni shilishadi. Sizlar esa ham pul berasizlar, ham farzandinglarning hayotini xavf ostiga qo'yasizlar. Ilgarilar sizlarga olib berayotgan narsalarni qo'liga, og'ziga yoki boshqa joylariga yashirib qo'yishadi. Siz buni umuman fahmlamaysiz. Ular shunchalik usta bo'lib ketgan va ota-onaning e'tibori kasal bolasida bo'lganligi uchun bolaga e'tibor beradi, ilgari nima qilayotganiga e'tibor bermaydi va bundan foydalangan ilgarilar yashirib qo'ygan narsalarini sizga olib ko'rsatib berishadi. Vaholanki u o'zida turgan bo'lgan, bolani og'zida yoki tomog'ida emas. Pomidor po'chog'i, uzum mo'rig'i, tarvuzni danagi, karton, non ushog'i, qattiqroq non yoki bo'lmasam boshqa qattiq jismlarni, hattoki uyida bo'lmagan narsalarni ham olib berishi mumkin va bunga ota-ona ishonib qolishadi. Gipnoz holatiga tushib qolishadi ota-ona. Ilgirlik Kavkaz, Dog'iston, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Nima sababdan shu yerda ko'p tarqalgan? Umuman olganda bu regionda keraksiz narsalar ko'p ishlatishadi, xususan beshikni ham.